أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik, qadrlik o'quvchilar, qarindoshlar. Mana bugun men tunugunki darsningki davomini davomlashtirib boraman. Tunugun Allah subhanahu va taoloni tunish, Allohning ba'zan sifatlarini tushunish, Allohning ba'zan sifatlarini bilish ustida ders ilib borgan. Yani tunugunki dersimizde Allah'ın bazı sıfatlarını biz bildik. Allah'ını ilim yolu arkalık tunuş ve ilim yolu arkalık düşünüş, ilim yolu arkalık Allah subhanahu ve ta'ala'nın birlik ve varlığı itikat kılışının ibaret. Bu yolumuzda Allah'ını 3 noktadan birinci yok neyse, özünün mevcutluğu bulmagan, yok, asla yok bo'lgan narsa bir narsani ijod qilinmaydiganligi, yasayanmaydiganligi, o'tirg'i chiqayanmaydiganligini biz o'tirib qo'ygan. Demek birinci qoidada o'zi mavjud bo'lmagan narsaning o'zigini mavjud qilishi mumkin emas. Bu bütün dünya e'tirof qilgan va bütün dünya qabul qilgan bir qonuniyat ekanligini biz o'tirib qo'ydik. İkinci qoidada yaratilg'uchi, yasalg'uchi narsalarning o'zidagi sifat, o'zidagi narsaga qarab turib yaratquchining va u narsani yasag'uchining sifatini, iqtidorini, qobiliyatini tunilish bo'ladiganligini biz bayon qilganimiz. Çünkü yasalg'uchi va yaratilg'uchi maxluqdagi shay sifat va narsa agar shu yasag'uchida, u narsani yaratquchida, u narsani ijod qilg'uchida, u narsani chiqarg'uchida shu narsani yasashga va shu narsani shundoq sifati bilan o'tirg'i chiqarishga qobiliyat va iqtidor bo'lmasa, u yasalg'uchida u narsa aks etmaydi va ifodasini topmaydi deyish orqali biz koinotdagi jonliq va jonsiz maxluqotlarni tafakkur qilish, o'ylanish orqali ana shu koinotdagi maxluqotlardagi jonga qarab turib uning jonining borligini, masalan bir hayotliq uning jonliq egasining joniga qarab turib, bu cho'qim bu jonning buningda bo'lganligi, buni yaratgan va ijod qilguvchining jonga ega ekanligi va jonni birlikligidan iborat. Mana shu narsalarni biz tunib yetgan. Bugun 3-chi prinsipni so'zlaymiz. Al-qoidatu salisa. Bu 3-chi prinsip, 3-chi qoida faqidu shay'a la yuti. Bir narsani yo'qotgan va u narsadan ayrilgan kishi uni berolmaydi deydi. Demak, o'zida yo'q bo'lgan, o'zida mavjud bo'lmagan narsani o başkalarga birish, başkalarga o narsani başkalarga sunish o mumkin emas. Bu bir qonuniyat, bu bir qoida, bu bir prinsip bu. O'zingda bo'lmagan narsani qanday belgilab bo'lsin? Mal yo'q odamdan insonlarni mal talab qilmaydi. Pulisi yo'q, meli yo'q, iqtisodi yo'q. Bunda adamning qashig'i berib, "Menga bir iqtisod bersangiz, menga bir yordam qilsangiz" demaydi. Nima uchun? Chunki uningda iqtisod bo'lmasa, uningda mal bo'lmasa, uningda pul bo'lmasa, uningga degan bilan o'qib bermaydi. U bermaydi. Shuning uchun yo'q narsani insonlar uningdan talab qilmaydi.
Cahilden ilim hasıl olmaydı. Bilim sizden kaşığı berip bilim alaman, ilim sizden kaşığı berip ilim ügünümen degininiz bilen, o sizge ilim berenmeydi ve sizge ilim, sizni ilimge ege kılanmaydı. Çünkü onun da yok. Onun da yok. لأن فاقد الشيء لا يؤتيه. Çünkü onun da yok. وبالتبكير رأينا العلامات والآيات في المخلوقات التي تعرفنا بصفات الخالق. O'ylanish orqali qildi. Tafakkur qilish orqali biz Xoliq subhanahu va taolaning sifatlarini tunutadigan mahluqotlardagi alomatlarni va nimalarni, faktlarni biz ko'rdik. Demak, Xoliq subhanahu va taolaning sifatini bizga tunutib qo'ydigan mahluqotlardagi alomat va faktini biz ko'rdik. Sifatni tunusak, mavsufni tunutmiz biz. Bir narsaning sifatini tunugan ekanmiz, uning biz egisini tunuymiz biz. Demak, bu sehir desak, onun sehirlik sifatini ko'riblam yoki sehirlik sifatini biliblam, onun kimligini, qanday bir zot ekanligini biz uni xohlaymiz. فالذين يزعمون أن الطبيعة خلقتهم أمد hazır tabiatni yaratgan, dünyani ijod qilgan narsa tabiatning qonuniyati, tabiat uni shundoq qilgan deb da'vo qilganlar aqldan adashgan odamlar bo'lar. Aqlning yo'lini tutmaganlar bo'lar. Aqlni e'tiborga olmaganlar bo'lar. Haqiqatga qarshi turgan, haqiqatga xiloflik qilgan, haqiqatni e'tirof qilmagan odamlar bo'lar. Chunki mana o'sha dunyoga qolsak, koinotga qolsak, bu koinot yaratquchining hikmatlik, bilimlik, xabardor, yetakliguvchi, Razzoq, Hafiz, Alim, Rahim, Vahid ekanligiga guvohlik berdi. Mushu koinotni o'ylanish, koinotda tafakkur qilish, koinotda aql ishlatish, koinotda fikr yurgizishning o'zi shu koinotninki yaratquchininki Hakim, Alim, Xabir, Razzoq, Hafiz, Rahim sifat bilan sifatlanganligini uqtirib ko'rdik. Mana dunyoga qarab turib, koinotga qarab turib, mahluqot, mavjudotga qarab turib, shu mahluqot, mavjudotninki yaratquchininki sifatining Razzoq sifati ekanligini, Alim sifati ekanligini, Hakim sifati bilan sifatlanayotganligini biz bilib olaymiz. Ammo ana shu dinsizlar, ana shu atizmchilar, ana shu Alloh subhanahu va taolaning koinotni yaratganligiga inkor qilguvchilar da'vo qilganidek dunyoni tabiat yaratdi, dunyoni koinot yaratdi, koinotning qonuniy bilan tabiatning dunyoni tabiat yaratdi, dunyoni tabiatning qonuniyati yaratdi, bu tabiatning qonuniyati bilan mushundaq bo'lib qolgan degan odamlar bir o'ylanib baqish kerakki, tabiat ilmga ega emas. Bu tabiatda ilm yo'q, tabiatda hikmat yo'q, tabiatda hayot yo'q, tabiatda rahmat yo'q, tabiatda iroda yo'q. Tabiatda bu yo'q. Mana bilimsizlar, nadonlar, johillar bu gumonni nadin qildi, qandoq o'tirib qo'ydi. Hey, ana shu mahluqotda qani hikmat, qani ilm, qani hayot, qani iroda, qani uningdagi hikmat qani? Bir narsani yo'qotgan kishi u narsani bilmaydi. Demak, mana biz shu koinotga qarab turib,
kainatni o'ylanib turib, Allah subhanahu va taolo yaratgan barcha mahluqot va mavjudotni tafakkur qilib turib, shu mahluqot va mavjudotdagi bor narsalarga, bor sifatlarga, bor iqtidorlarga, bor qobiliyatlarga qarab turib, uni yaratgan yaratquchining biz sifatini va uningki nimasini tunib oldik biz. Tushunib oldik. Shu sifatlar anima insonlar davatgan tabiatda bormi? Anima insonlar dunyoni ijod qildi, dunyoni yaratdi va dunyoni mushundaq unga urlashtirishi tabiatning qonuniyati bilan bo'lgan degan bu tabiatda bormi bu? Unda bo'lganda bu tabiat nima? Qandaq narsa bu tabiat? Tabiat degan mana shu mahluqot, mana shu dunyodagi koinot sifatlangan sifat bilan bo'lgan mahluqot ana shu tabiat. Shu dunyoning o'zi tabiat, tog'ning o'zi tabiat, dengizning o'zi tabiat, hayvonning o'zi tabiat, jonliqning o'zi tabiat, osmonning o'zi tabiat, shu go'zal manzilning o'zi tabiat, shu mahluqotli sifatlangan sifat bilan u tabiat o. Butparastlar tabiatning parchasiga, quyoshga o'xshagan, oyga o'xshagan, yulduzga o'xshagan, o't, tosh, insonga o'xshagan tabiatning bir parchasiga ibodat qildi va cho'qindi o'tgan zamonlarda. Ba'zanlari toshga cho'qinsa, ba'zanlari tog'ga cho'qingan, ba'zanlari quyoshga cho'qinsa, ba'zanlari oyga cho'qingan, ba'zanlari insonga cho'qingan. Mana bu hammasi nima bu desa tabiat. İnson bir tabiat, tosh bir tabiat, yulduz bir tabiat, quyosh bir tabiat, o't bir tabiat. Mana bu hammasi tabiatning bir parchasi. Umumiy yig'indisi bir tabiat va har birisi bir tabiatning parchasi mana. Demak, insonlar mana bu tabiat dunyo shundoq tabiatning o'rinlashtirishi, tabiatning qonuniyati, tabiatningki yasab chiqarishi bilan shundoq bo'lgan deb da'vo qilgan insonlar demak ana shu tabiatning bir parchasiga ibodat qilganlar. Ammo yangi butparastlikchi ma tabiatchilarchi, ya'ni yuqorqi butlarning umumiy atalg'usi, ya'ni tabiat, u tabiat ularni yaratgan davatidir. Lekin tabiat aqlga ega emas. U insonlarning aqli bor, ilmga ega emas. U insonlarning ilmi bor, tajribaga ega emas. Ularning tajribasi bor, irodaga ega emas. Ularning irodasi bor. Mana bu kainatdan iborat tabiatning o'zi qana? O tabiatda ilm bormi? Tabiatda iroda bormi? Tabiatda mahorat, tajriba bormi? Tabiatda aql bormi? İnsondan boshqa har qanday narsada na aql, na ilm, na tajriba, na iroda bormi unda? Mana bu insonlar bir narsadan ayrilgan va u narsani yo'qotgan, narsani bag'ili bo'lmaydiganligini uni bilmadimi bular? Allah subhanahu va taolo ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhumuz zubabu la yastanqizuhu minhu da'ufat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqaviyyun aziz. Mana bu sözüde deydi, ey insonlar, mayli mu'min, mayli musulmon, mayli kafir, mayli munofiq, her qandig'ini Alloh taolo bu yerda chaqirdi. Her qandoq zamonda, her qandoq makonda, her qandoq yerda yashayotganlar bo'lsin, mana bu nido shu insonlarga keladi birodarlar. Demek insonlik sifati uningda tepilgan, insonlik sifatini o'z ichiga olgan,
men bir inson degan har qanday kishiga Allohning bu nidosi keladi. Allah onu chaqiradi. Allah onu to'g'laydi. Nima? Duriba masal, bir misol ko'ksitildi. Misol bayon qilindi. Sizlar o misolni tinglashinglar. O misolga quloq solinglar deb Allah subhanahu va taolo mana butun insonlarga o insonlar cho'qinayotgan, o insonlar ibodat qilayotgan, o insonlar seg'inayotgan, o insonlar qulchilik qilayotgan, o insonlar suyayotgan, o insonlar jonlarini bag'ishlayotgan, atayotgan, o insonlar ulug'layotgan ilohlar bilan ana shu insonlarning o'ttirishdagi holni, o'ttirishdagi ahvolni bizga Allah subhanahu va taolo bayon qilish uchun duriba masalun fastami'ulah deb bir misol bayon qiladi, birodarlar. Allah subhanahu va taolo mana bu misolda insonlar cho'qingan, insonlar seg'ingan, insonlar ulug'lagan, insonlar o'zini beg'ishlagan, insonlar o'zining hayotini uning uchun dasmiy qilgan, uning peshini tutib ketayotgan atalmış ilahlarning, atalmış butlarning, atalmış tağutlarning, atalmış xo'jayinlarning, atalmış boshliqlarning misoli bilan ana shuningga seg'ingan va ana shuningga ibodat qilgan insonlarning holini bir bayon qilib beradi birodarlarimiz oyatda. Allah deydi: "İnnellezine tad'una min dunillah" sizlar Allah taoladan boshqa ibodat qilayotgan, Allohdan boshqa ulug'layotgan, qo'qayotgan, özanlığını ininge tapşırıvatkan, suyavatkan, Allah'tan başka inin üçün beşinliğini igivatkan bu ilahlarına len yahluqu zubaben mahlukatlarının içindeki en küçük boğan bir çivinni yaratanmaydı dep Allah Teala bayan kıldı burada. Öyle bakama bir çivin Ademler onundan qaçıdığan, nijasetini özünün menbasi qılğan, nijasetini özünün jayı qılğan, nijasetini özünün ulpeti qılğan ana şu çivinden ibaret en hakir narsini bu silinin ilahlarına yaratanmaydı deb Allah subhanahu wa ta'ala bayan qıldı. Allah nima demakchi? Bu aciz, bunun qo'lida hayotlik yo'q, bunun qo'lida ilm yo'q, bunun qo'lida hikmat yo'q, bunun qo'lida qudrat yo'q, bu hech qanday narsani ijod qilishga kuchi yetmaydi deb Allah taolo bayon qildi. Demak, u jon, uningda jon yo'q deydi Allah taolo. Uningda ilm yo'q deydi Allah taolo. Uningda qudrat yo'q deydi Allah taolo. O seni cho'qinayotgan, seni ulug'layotgan, seni peshini ko'tarayotgan, seni uning uchun sayda qilib ta'zim qilayotgan, seni uning buyruqlari, hukmlari, uning talablariga butunlay to'g'ri xato deb kirayotgan ana shularning qo'lida jon yo'q, ana shularning qo'lida aql yo'q, ana shularning qo'lida hayotlik yo'q, ana shularning qo'lida ilm yo'q, hikmat yo'q. Ular yaratanmaydi deydi Alloh taolo. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ agar şu ilahlar, agar şu tağutlar, agar şu ma'budlar hammasi birleşip durup özünün ilimlerini, özünün iqtidorlarini, özünün tecrübelerini, özünün kabiliyetlerini hammini bir yerga yig'ib, bir yerga akilib, o'zaro bir-birini qo'llab moslashib turib, ana shuni yaratamiz va ijod qilamiz desa, valau ijtama'ula bunda deb qilgan taqdirda ham buni yaratanmaydi deb Alloh taolo bayon qildi. Birodarlar, mana bugun ko'rib baqinglar. Butkul dunyoda 7 milliard inson bo'lib, şu 7 milyar insanın qandaq iqtidori bo'lsin, qandaq texnikasi bo'lsin, qandaq ilmisi bo'lsin, qandaq ügenishi bo'lsin, nimasi bo'lsin ki, ana ular bugun tehi jonni yasash emas, jonni ijod qilish emas, jonni kashf qilish emas, bu hayotlikning sirrini aytolmayapti, birodarlar. Hayotlik degan nima?
Nerede? Qanda narsa, nerede urulaşkan? Nim bulab bu insandan ibaret cisimga ve canlıktan ibaret cisimga kirdi. Nim bulab onun koludan yani o vaqt kelgan chaqda chiqdi. Uni nima uchun chiqayotgan chaqda hech kim to'sab qolmaydi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana bu sizlar sig'ingan, sizlar o'zinglarni bag'ishlagan ilohlar shu deb bayon qildi. Wa in yaslubhumuz zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu. Agar shu ilohlardan chivin bir narsani tatib olsa deydi Allah. Shu ilohlardan chivin bir narsani tatib olib qolsa, o ilohlar o narsani o chivindan qutuldirib olmaydi, ilib olmaydi deydi Allah subhanahu va taolo. Bu ayni vaqtda müşrikler özünün ilahlarını ulug'lab, onun oldida her xil istil taomlarni akab qo'ydigan, uni ilahlar uni ulug'lab başlarını yağlab qo'ydigan mushundaq hodislar deydi. Ana shu uning qishiga chivinlar kelib, uningga qo'naq o'ltirib, uningdan elib olsa, bular uni qutqizolmaydi deydi. Za'ufa talibu vel matlub, mana shundaq ojiz. Ana shundoq ne onunda can qo'lida can yo'q, ne qo'lida ilm yo'q, ne qo'lida hikmat yo'q, ne qo'lida tajriba yo'q, ne qo'lida hech narsa yo'q bo'lgan shu ilohlarni iloh deb yurgan, shu ilohlarni sig'inib yurgan, shu ilohlarga hurmat bildirib yurgan, shu ilohlar uchun o'zini atab yurgan odam, bu ojiz odam. Da'ufat talib talab qilg'uchi bak ojiz deydi. Bu odam ojiz va ana shundoq ilohlar ham ojiz. Mana shu holi. Mana shu holi. Ma qadarulloh, ular Allohni qadrlash layoqida qadrlayapmidi ular? Ey, xolisi jon beradigan, xolisi o jonni oladigan, xolisi aqlli qiladigan, xolisi aqlsiz qiladigan, xolisi er qiladigan, xolisi ayol qiladigan, xolisi dunyoni kechi qiladigan, kunduz qiladigan, yomg'ir yoqizadigan, shamol chiqaradigan, qandoq qilay desa qila oladigan bir Allohni ulug'lash, o Allah'a başını egish, o Allah Teala'ya boysuzluş, o Allah Teala'nın sızgan hayatlık yolunu yaşaş, o Allah Subhanahu ve Teala'nı hemmedin çoğun dep, onun için kulçılık kılıştan ibaret. Mana bu kadirleş layıqlı da kadirleyemiyor adamlar. Allah hakikaten güçlü, galip. Demek, mana Allah Subhanahu ve Teala insanlar itiqat qilayotgan bu tabiatdan ibaret, her xil butlarni, her xil narsalarning ne kadar acizligini, ne kadar zaifligini, uningda ne aql bo'lmagan, ne hikmat bo'lmagan, ne iroda bo'lmagan, ne hayotlik bo'lmagan, ne ilm bo'lmagan, hech qanday bir narsa bo'lmagan, aksicha uni Allohdan qabul qilgan, mana shundoq bir ojiz narsa ekanligini Alloh bizga bayon qiladi, birodarlar. Muvahhidlarga din düşmanları tarafidan tashlangan bir shubha bor. Buningda iymoni ojiz, o'zining iymonini ilm yo'li orqali tunmagan, öz aqidasini ilm ustiga qurib chiqmagan, o'zining hayotlik yo'lini ilm bilan davomlashtirmagan, o'zining bu dinini ilm bilan so'ymagan odamlar tavrab qoladigan, ishkilinib qoladigan, onunğa ta'sir ko'rsatadigan bir shubha va onunğa bo'lgan raddiya. Ba'zi dinsizlar, atizmchilar tabiatning mana dunyodagi maxluqotlarni yaratganligini da'vo qilishadi. Dunyoni tabiat yaratgan, bu koinotni tabiat yaratgan deb da'vo qiladi. Buningga dalilingiz nima? Desa, bular buningga inson va hayvonlarning yeb, ichib, ishib qolgan eshimdiqlari, qap qolgan qoldiqlarida, qurtning shakllanganligini ko'rib, shuni dalil qilishdi ya. Shuni dalil qiladi. Aşı bir gendiler, mayli hayvanning gendilari bo'lsin, mayli insonning gendilari bo'lsin, ya inson, hayvon yeb
taşlap koygan aşında tamaklar bolsun, muşununga bir çivin koysa ya özlügüdün o kurtlap, özlügüdün o yani bir kurtlun şekilini bağlanıqını körep buna mana tabiat şu mahlukatını yarattığı. Ani şu kurt gende kurt aylandığı, şu işip qalgan tamak kurt aylandığı, hayatlık onun da payda boldığı deydi. İlim-fen terakki qildi. Laqad taqaddama al-ilm, ilim-fen terakki qildi. Ve insanlar üçün muşu gendelerde işip qalgan, aşıp qalgan tamak ve aşıp qalgan narsalarda ve onundan başqası şekillengen bu kurtning köz kürenmeydigan derecedeki kichik bir tuxumdan kelganligini, şu tuxumdan shakllanganligini mana bu bugun insonlarga ilm-fan ichib berdi. Bu kurtning mikroskoplar orqali ko'rish imkoniyatiga ega qildi bu ilm-fan hozir. Biz şunu mikroskop orqali kuzatsak, o'sha gendelini, ya'ni cho'ng'atqich orqali 1000 hassa, 2000 hassa, 3000 hassa cho'ng'atqich orqali kuzatsak, uning nereden paydo bo'lganligini, nim bo'lganligini, nimadan shakllanganligini biz ko'ra olamiz. Dinsizlarning bu haqdagi nimasi shubhasi bugun tugidi birodar. Demak, ular ana shu genda, ana shu axlat, ana şu işip qalgan eşindiqlarning o'zi tamoqqa qurt o'zgarmadimi? Jonliqqa o'zgarmadimi? Mana buning o'zini kim yaratdi? Nima yaratdi? Tabiat qilmadimi buni? deb keltirgan da'volarga bugun ilm-fanning o'zi javob berdiki, bu şu qurt, şu genda, şu axlat, şu işip qalgan narsaning o'ziga kelgan, yani başka bir yol bilen hava yolu orqali kelgan kichikgina bir qurtninki, urug'ninki, tuxumninki, kichik bir tuxumninki ichidan yeyib chiqarilib, anandan shakllangan qurt bu deganlikni ichib berdi. Demak, bu o'zligidan bo'lib qolgan emas. Tabiat bu qilgan emas. Şu qurtning ashyoda paydo bo'lish uchun bir tuxum bo'lgan. U tuxumni tuqquchi bir neyse, yeni bir mahluk, yeni bir canlılık kainat bulgan, onu bir canlı bağıcı, hayatlıkını bağıcı Allah subhanahu ve teala kıgallıkı bana bu yerden içip taşlandı. Lekin ola yenip şunda bir sualını taşlap dedi ki, kurt biz kürenmegen küçük tuxumning yolu orqali burunqi bir qurtdan kelgan bo'lsa, bu qurt shuningdan kelgan bo'lsa, deydi. Endi ma'qul, bir tuxumdan kelibdi. U tuxumni ayta kichik qurtdan birsi nima tug'ib qo'yapti. U qurtning o'zini Rabbul alamin uningga hayotlik beribdi. Anda bo'lgan chaqda o taomlini sesitgan, uni buzgan bu mikroplar tabiatdan keldi ya bu. Bu tabiatdan keldi bu mikroplar. Buningga nima deysiz siz? Bunun oldida bo'lgan bir mikropdan tug'ilmagan ya bu mikrop. Ana shu tomoqni sesitib, tomoqni echitib buzayotgan bu shu mikrop inin oldida yo'qdi. Bu tabiatninki nimasi orqali shakllandi ya bu. Deydi. Lekin bu shubha buning keltirgan dalilga o'xshaydigan, ammo dalil bo'lmagan bu shubhasi ham bundan 80 yil burun tadqiqotchilar taomni buzulmay, echitmay, sesitmay saqlaydigan bir yo'lni kashf qilish orqali nima bo'ldi? Tugidimi? Mana hozir 100 yil bo'lib qoldi. Tadqiqotchilar taomni buzilish, echish, sesish, ta'mlardan tortib puroqlargacha o'zgarishdan saqlab qoladigan bir yo'lni kashf qildi.
O yol qaysi desiniz? O yol mikrop o'ltiriladigan, mikrop o'ltiriladigan, iningda o'ltiriladigan o'sha qiziqlik bilan, ya'ni dezinfeksiya qilish orqali bo'lsin yoki nur orqali bo'lsin, mikrop o'ltiriladigan mazmut bir qachiga taomni elib o taomni havodan xoli, ya'ni uning og'ziga havo kirmaydigan havodan xoli qilish. Havo yo'li orqali nurg'un mikroblar kirmaydigan holatda havodan xoli qilish orqali saqlaydigan yo'lni mana bu kashfiyotchilar, tadqiqotchilar tadqiq qilib ichib chiqdi. Demek siz bir taomni oldi bilan harorat bilan bo'lsin yoki nur bilan bo'lsin, siz o'sha dezinfeksiyalab, shu dezinfeksiyalangan qachiga o taomni usib, taomni elib qo'ygandan keyin uni bir dezinfeksiyalab, og'zini mustahkam etib, uningga boshqa havoni kirgizmagan chog'da o buzilmaydi. Mana bu shuning bilan insonlar mahluqotlarning hammasining ilgari o'tgan bir mahluqotning keldiganligi, bu bilimsiz kommunizmchilar, marksizmchilar, atizmchilar davo qilgandek tabiatdan tug'ilmayotganligi ne insonlar bilib oldi. Demak, bu bir hayotlik chuqum uning oldidagi bir hayotlikdan keladi ekan. O'zligidan bo'lmaydi ekan, o'zicha bo'lmaydi ekan, o'zicha shakllanmaydi ekan. Agar siz hayron qolmoqchi bo'lsangiz, ey musulmon qarindishim, bu hayron qolmoqchi bo'lsangiz, haqiqatni bundan 80 yil burun tunigan, haqiqatni o'zi kashf qilib, o'ttirib qo'ygan, haqiqatni o'zi echib tashlab, bu kashfiyot deb bayon qilgan, lekin mana bu nadonlikni hala hamgichilik yeyib, kengaytib, uni bolalarga o'qitib, odamlarning idisiga singdirib, hali hamgichilik insonlarni shu xil tunish bilan tarbiyalab kelayotgan atizmchilarningki, dinsizlarningki mana bu nadonligidan hayron qolsangiz bo'ladi. Davolidan hayron qolsangiz bo'ladi. Ya Allah, mana bular haqiqatan insoniyatning dushmani ekan ya. Haqiqatan odamlarning dushmani ekan ya bular. Bular odamlarni haqiqatni bilsimi, tushansimi, uningdan xabari bo'lsimi, yushirish orqali, yepish orqali, yo'gash orqali mana bu insonlarni nima qilmoqchi? Nadonlashtirmoqchi. Bilimsiz qo'ymoqchi, haqiqatdan ayirmoqchi, to'g'ri yo'ldan ayirmoqchi. Ey, buning nima maqsadi bor shunday qilish orqali? Uning odam qancha nadonlashgan sari shuncha qul bo'ladigan. Odam qancha bilimsiz qolgan sari shuncha yo'vash bo'ladigan. Odam qancha bilimsiz, bilimdan yiroqlashgan sari shuncha uni al qilish, uni bo'ysundirish, uni o'ziga qul qilish oson bo'ladiganligini bilgan, mana bu insoniyatning, mana bu ilm ma'rifatning, mana bu hurriyatning, mana bu erkinlikning dushmanlarining rezilligi va dushmanligidan hayron qolsangiz bo'ladi bu yerda. Va hayron qilish kelsa. Ar-raddu ala dalalati nasara. Xristianlarning azg'unliklariga raddiya berish. Allah subhanahu va taolo İsa alayhissalatu vassalamni dushmanlarining suiqasdidan qutqizib, uni osmonga ko'tarib apchikatgan chig'ida bir bilib ulmolar, o'sha xristian ulmolari haqiqatni, ya'ni shu zamondagi İsa alayhissalatu vassalamga agashgan, İsa alayhissalatu vassalamning havoriylari bo'lgan, İsa alayhissalatu vassalamning ansorlari bo'lgan haq suyar, to'g'ri yo'lni suyar, adolatparvar bo'lgan shu bir turkum ulmolar rumliklarning terrorligi, tahdidi va qo'rqishi ostida qoldi. Hamda Yahuddan iborat bu dushmanlar İsa alayhissalatu vassalamni suiqasd qilib,
Allah subhanahu uni o'ltagini qopgan chaqda Alloh taolo bu dushmanlarning suiqasdidan Isa alayhisalomni qutqardi. Uni osmonga ko'tarib olib ketdi. Shu chaqda Isa alayhisalomga agashgan, Isa alayhisalomning omonatini tang ko'tarishib bergan, Isa alayhissalatu vassalamning atrofiga to'plashgan Hristiyan ulamolar bu tajovuzchi, zolim, haqiqatga qarshi turadigan, haqiqatdan qo'rqadigan, haqiqatdan qochadigan Rumlarning teoriyaligi ostida qolib qoldi. Shu sababdan nurg'unlari bu ulamolardan yushirinib oldi. O'limdan qo'rqib va tahdiddan qo'rqib, her türlü besimden qo'rqib yushirinib oldi. Yana bir turkumlarcha o'ltirildi. Qatl qilindi. Shuning bilan fasha'al jahlu baynan nasara Hristiyanlar orasida nadallik, bilimsizlik bu umumlashib ketdi, yeyilib ketdi. İsa alayhissalatu vassalamning Injili zoya bo'lib ketdi. Azaldan bir haqiqat shuki, boshqalarni qul qilaman, boshqalarni bosh akkizaman, boshqalarni tizginlayman, boshqalarni o'zimning idorasida tutqizaman degan odamlar ana shu xalqning, ana shu kishilarning ichidagi haqiqatning mash'allari bo'lgan, ilm ma'rifatning quyoshi bo'lgan, haq va adolatning bayroqlari bo'lgan odamlarni o'ldirish va ularni suiqasd qilish va ularni xalqning o'ttirishdan ayirish bilan maqsadiga yetadi, birodarlar. Demak, ana shu vaqtda İsa alayhissalatu vassalamning Injilning dushmanlari suiqasd qilish orqali bir turkum ulamolarni o'ltirgan bo'lsa, yana bir turkumlari qo'rqib yushirindi. Da'vatdan to'xtadi, haqni yetkazishdan to'xtadi, o'zining mavjudligini saqlash uchun tadbirlarni oldi. Natijada ilm ma'rifatning nurlari o'chdi. Ulamolarning og'zi tuvoqlandi. Haqning manbasi bo'lgan kitoblar ko'ydirildi. Öy-öylerden açıp tatavılindi. Xalqning qo'lida na kitob, xalqning orasida na haqni so'yadigan ulamo, xalqning o'rtasida na haqni yetaklaydigan yetaklovchi qolmabdi. Hristiyanlar umumatan nadallashdi. Bilimsiz bo'lib ketdi. Haqdan ayrilib qoldi. Shuning bilan İsa alayhissalatu vassalamning Injili zoya bo'lib ketdi. Bular bu Injilga o'zininki asarlaridan bo'lgan Injilni almashtirdi. O Injil qo'ldan ketgandikan, shu vaqtdagi dushman tarafdorlari bo'lgan, ana shu vaqtdagi tajovuzchilarning tarafdorlari bo'lgan, o'lini qo'llaydigan, o'li bilan belishalaydigan, o'lining e'tirofiga erishganlarning asarlaridan iborat Injillar o'tirib chiqdi. Her bir muallif ismini o'zining Injiliga yazıp namını atıdı. Bu her bir muallif özünün İncil'e ismini yazdı ki bu İncil başka İncil'lerden farklıdır, ayrı etti. Şunun bilen ulanın Hristiyanların arasında nurgulgan İncil'ler varlık geldi. İncil-i Metta, İncil-i Yohanna, İncil-i Murakkas, İncil-i Lavqa, İncil-i Bernaba degandek. Hatta İncil'lerin sanı 70'ten eşit ketdi. Her bir ulama bir İncil'ni o'ttirib chiqib, mana bu İsa alayhissalomning Injili, mana bu Allah subhanahu va taolodan tushgan Injil degandek. Xuddi bugun her bir davlatda yashayotgan, her bir rayonda yashayotgan kishilar Qur'onni o'zicha tafsir qilib, hadisni o'zicha sharh qilib, mana bu Qur'onning tafsiri, mana bu hadisning sharhisi, mana bu payg'ambarning omonati deb sunildik. Bula bu İncil'nin to'liligidan, bu İncil'nin bir-biriga zid, bir-biriga xilaf, bir-biriga qarshi kitobligidan
qasqa esilishni, qasqa erishishni, qasqa tayinishni, qasqni o'zining bu hayotdagi yo'li qilishni bilanmay gangirishib, oxirida o'zlari maslahatlashib bir xristian yig'inidan birini ochmoqchi bo'ldi. Bu xristian yig'inida bu injillardan 4ni tanlab qolganlarni ko'ydiryapti. Va bular shu xil injillardagi xilmi-xillikdan davo qildiki, Allah 3 o'qnumning, ya'ni 3 ilohning uchinchisi, ya'ni birisi Masih, İsa, Masih, birisi İsa, ya'ni birisi Maryam. Ve İsa ve desa, ya'ni ba'zanlar İsa Allohning o'g'li dedi. Allah Taala uni degan gapdan pak muqaddas, oliy, pokiza. Ammo undan keyin Allah bir dedi. Fasbahu ya'taqiduna bima la yaqbaluhu al-aql. Ular shu darajada bo'lib ketdiki, aql qabul qilinmaydigan narsalarga e'tiqod qilishga boshladi. Aqlmi qabul qilinmaydigan, aqlmi e'tirof qilinmaydigan, aqlmi tan olinmaydigan narsalarga e'tiqod qilishga boshladi. U birisi Allah bir desa, yana birisi shu vaqtning o'zida o Allah 3ning uchinchisi deydigan. Mana bu siri degan kishi ja'alus salasata wahidan wa law ihtadaw lam yaj'alul adadal kaseera qalila dedi ya. Ular 3ni 3 ilohni bir iloh qildi. Agar yo'l topgan bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'lsa, jiq sanni bir qilmaydi dedi. 3ni bir qilyapmaydi dedi. Demak, ba'zi 3 degan, ba'zi 1 degan, ba'zi Masih u degan, ba'zi Maryam bu degan, ba'zi İsa Allah mushunda holatlar shakllandi. Va yana davo qilg'ildiki, Allah Taala demakki, Allah'ni yani İsa'ni demakki, o dağısıp öldü. Ular malaika ölmeydi deb e'tiqod qilib turib, ularning e'tiqodida malaika ölmeydi dedi. Afsuski Allah ölemiş. Yani İsa ölemiş. İsa dağı ısıp öletmiş. Ve adamlar, yani Yahudlar, Rumluklar İsa Aleyhisselam öldürdü deb davo qildi. Ve İncilleri de İsa Aleyhisselam'ın bazı ergeç kişilerinin bazısı bu İsa Aleyhisselam'ın hayat taptı, depmi bunu büktüp koydu. Şu dargı esiş vakasıdır. Yani bazı İsa Aleyhisselam öldü diyen, bunu Yahudlar ile Hristiyanlar, Rumlar öldürdü de, bazıları o ölmedi diyen, bazıları binası diyen, şunda birbirine zıt, birbirine karma karşı. Allah deydi o, وَمَا قَتَلُوا Ola o İsa Aleyhisselam'ı öldüremedi. Öldüremedi. وَمَا سَلَبُوا Dağıma asamedi. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Lekin İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sureti, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli o düşmanlarga o'xshash qilindi. Yani bilek besini Allah Taala onun suretiga, onun shakliga o'xshatib qo'ydi. Innallazina ixtalafu fi haqiqatan bu İsa Aleyhisselam'ın haqqida ixtiloflashgan, og'izga kelgancha gap qilgan, og'izga kelgancha jo'ylagan odamlar bu İsa Aleyhisselatü Vesselam haqqidagi degan so'zida o'zimi gumanda. Cezmen, keskin, şek, şübhisiz halette bunu diyenmeli bular. Ma lehum bihi ilim. Bu hakta ular ilim yok, asas yok, ispat yok, hüccet yok. Fakat şu gumanıga erişiş var. Özünün gumanı, özünün hiyali, özünün sözü, nime? Özünün gibi oyu. Ve ma qataluhu yakina. Keskin, ular onu öldüremedi. Öldüremedi. Belki onu Allah Subhanahu ve Teala özü tarafki kötürdü, eşketti. Ve kânallâhu azîzel hakîmâ. Allah Teala galip, hikmetlikler. Bana Allah Teala bizge bu İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkındaki hakikatini nime? İçip verdi. Yurtup verdi savaklaştı. Allah Teala İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın özünün huzuruna eşketkenlik ki, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın özünün dergahı kötürüp epketkenlik ki, Allah özüge kul boğan,
özünün rızalıkını izleyen, hayatlarını Allah'a bütün beriştiren adamlarını Allah subhanahu ve teala qo'llaydiganligi, Allah Teala onu himoya qiladiganligi, Allah onun ega bo'ladiganligini mana bu oyat bizga ushur qildi, birodarlar. Shuncha dushmanning orasidan Allah subhanahu ve teala İsa alayhissalatu vassalamni saqlab qoldi. Allah İsa alayhissalomga ega chiqdi. Ammo ularning İsa alayhissalatu vassalamning dadisi yo'q deganligi, uning davosicha Allah uning dadisi demakchi. Yani İsa alayhissalomning dadisi yo'q degan gap, Allah uning dadisi. Yani İsa alayhissalom Allahning balasi, Allahning o'g'li degan gapiga Qur'oni Karim reddiye berib, inna masala İsa indallahi kemasala Adam dedi. İsa aleyhissalatu vesselam'ның misali Allah'ın karşıda bu Adem aleyhissalatu vesselam'ның misali o'xshaydi. Hey, Adem aleyhissalom'ның dadisi bormi? Adem aleyhissalom'ның onasi bormi? Allah Teala Adem aleyhissalom'ni nereden yarattı? Nimeden yarattı? Allah Adem aleyhissalom'ni tuproqdan yaratmadi mı? Tuproqdan ijod qilmadi mı? Tuproqdan Allah Teala Adem aleyhissalom'ның vücudunu, tan qurilishini yasamadi mı? Dadisi mana g'arib misal shuki, İsa alayhissalatu vesselam'ni Allah ana bilan tug'ildigan bo'lsa, Adem alayhissalomni ne ana ne dada hech birisi bilan bog'lab qo'ymay Allah Teala yaratdi-ku. Xalaqahu min turab, Ademni to'pidan yaratdi-ku. Allah onunla bular debdi, o bo'ldi, o bo'ldi. Demek Allah subhanahu ve teala bu yerda insanın atisi bo'lmaganligi, ya anisi bo'lmaganligi, ya ma'lum bir narsa bo'lmaganligi, o insanın favqulodda bir ilahlik yoki ulug'lik darajasiga ko'tarilib ketganligi bo'lmaydiganligini bayon qildi, birodarlar. Qad bayyanal Mevla subhanahu, mana Allah Teala bayon qildi ki, İsa aleyhissalatu vesselam'ı Adam'ı tamak yetti. Tamak yiyen adam nima qiladi? Hojatni ado qilishga muhtoj bo'ladi. Kim tamak yedikan o hojat ado qilmasa bo'lmaydi. O burniga yugurmasa bo'lmaydi. Bu tamakning, ichimlikning, hojat ado qilishning zururatlari ininga hukmronlik qilgan kishi qanday bo'ladi? Tamak qistab, onu tamak qistig'an, ichimlik qistig'an, uyqu kelgan, erish kelgan, charchash kelgan, ana shunday tamak, ichimlik, hojat ado qilishning zururatlari ininga hukmronlik qilib qilgan kishi qanday bo'ladi? Shunga bugun odamlar o'ylanib baqish kerak. Kim uxlamayman? Kim o'ltamayman? Kim yatmayman? Kim tamak yemayman? Kim su içmayman? Eğer su içip kalsam halaga bağmayman diyelaydı kim? Şunca aciz ki insan ne tamakның küçüge, ne hardıqның küçüge, ne uykunun küçüge, ne yeni bir nesinin küçüge insan boysunma yaşayalandı. Allah dedi, Mel Mesihubnu Meryem illa Rasul kad halet min qablihir rusul. Mesih ibn Meryem fakat bir peygamber o. Onun aldıdı mı peygamberler ötken o. Kad halet min qablihir rusul, peygamberler ötken o. O peygamber o, ilah emas o, Xudo emas o, Tanrı emas. Anısı Siddiq, tasdiq, özünü Siddiq, rastçıl. Bu ikisi tamak yedi. Qarab bakın, o'ylanib bakın. Keyfe nubayyinu lahumul ayat. Qandaq bayon qilyapmiz, bayon qilib beramiz ular oyatlarimizni. Shuncha ro'shan, shuncha aniq, shuncha dalil isbotlari kuchli holatda bayon qilib beramiz. Anundan keyin ularning bu oyatdan yuz o'rganligi, bu haqdan qochganligi, bu haqdan chetniganligi bir qarab bakın.
deb Alloh taolo mana buningdan ajablanib chiqadi. Summanzur anna yufakun. Bu qanda bu haqdan chatlaydi. Qanda bu haqdan yuz o'riydi. Qanda bu haqdan yiroqlashadi. Qanda bu haqqa kelmaydi odamlar deydi Alloh taolo. Qani o'lidiki aql, qani o'lidiki dalil va taslim bo'lish, qani o'lidiki ilmiylik, qani o'lidiki haqiqatning oldida beshini qo'yishimiz. Demak, u bir mutaham, u bir o'ktam, u bir bilimsiz, u bir haq kelmaydigan gadankash deydi Alloh taolo. Mujibud multar iza daa. Bu Allah Teala'nın yeni bir süpti, tenglikte kalgan, kısılıp kalgan, mecburlanıp kalgan kişi onu çağırgan çağıda, ilaha dep çağırgan çağıda, onunla yalı esilgan çağıda, onunla kolunu sungan çağıda, onunla beşini ekken çağıda, onunla kalbini bağlagan çağıda, onunla ümidini bergen çağıda, onunla icabet etken bir zat o. İnsan, her kandak insan hem Rabbini yakından tanışı mümkün. İnsan Rabbini tunayda bir oylansa, bunun da birden fikir yürgüse, aklını işletse, her kandak bir insan hem öz Rabbini yakından tanıyalaydı. Bu en tariqi müşahadeti icabetillahi lid-dua. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın duanı icabet kılış körünüşleri yolu arkalıqlıdır. Allah'ın duanı icabet kılganlık körünüşleri bir qarab baksa, şunun da bir oylanıp baksa, Rabbini tanıyalaydı. Mu'minlar neçan qitim Rabbidin yağmur yağdırıp berishni, yağmurun suyu bilen bir sug'ishni tilab çıktı. Cevabı şu hemen فَكَانَ الْجَوَابُ عَلَى الْفَوْرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ. Cevabı şu hemen neçan qitim nurgun vakitlerde boldu. Cevap şu hemen boldu. Yağmur öz Rabbidin dua kılıp çıkan şu şehir ya şu Medine'ye geldi. Ama onun etrafındaki, onunki beqinideki bu şehirlerge, bu kışlaklarga hiç nersi kelmeglik. Mana bu tarih ispanlandı buradan. Müslümanlar Rabbiga beşini egib, kalbini tapşırıp tilab çıksa, nurgun qitim biçareler duası arkalık gamlarının, üstüge düşken maşakkatlarının, hafılık haletlerini içilganlıqni ko'rdi ya. Allah Teala'nın tilash arkalık. Demek, mana bu sozulgan qo'llar, talpingan yuraklar, isilgan bu qo'qqan qalblar, bu hech qachon noumid qilib boqmadi birodarlar. Buning o'zi bir yaratuvchi Rabbning mehribon ekanligi, bandaga yaqin ekanligi, tilginni beralaydigan qudratining borligi va dalolat qilmamdi. Allah Teala amman yujibul muztarra iza daa ve yakshifus su ve yec'alukum khulafa'al ard. Tanglik tatib qolgan, qiyinchilikda qolib qolgan, mushaqqatda qolib qolgan kishi uni chaqirgan chaqida ijobat qilgan, ustiga tushgan xafalikni, musibatni ko'tarib atgan, sizlarni ziminda o'rinbosar qilgan, ota ajdodlaringizga o'rinbosar qilgan, ota ajdodlaringizning izini bosilgan qilgan kishi kim? Bir dakika qilinglarchi. Voy sizlarning duoinglarni ijobat qilgani kim u? 5 yillik kötü kun kelgan chaqda ko'tarib atgani kim u? Sizlarni ota ajdodlaringizga izbosar qiladigan, o'rinbosar qilgan, musha hayotlikni davomlashtirish uchun mana bu ziminga akelgan kim u? Sizlarni kim qildi? A ilahum ma'allah. Bunu bir dakika qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu her bir kishi e'tirof qiladigan bu nima bu? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge 23 yıl
tig'ining uchini tanlab, 23 yil izini qo'g'lab, 23 yil keynidan uningga doim jonlari chiqsimi ham qabul qilmay ketayotgan ana shu ashaddiy dushmanlar ham Alloh subhanahu va taologa la in anjaytana min hazihi lanakunanna minash shakirin. Bizni mushudingizdan, mushu musibatdan, mushu balodan qutqarsang biz sana shukr qildik deb Alloh taolo uni bayon qiladi, birodarlar. Mana bugun Allohni tunimagan, Allohga boshni egmagan, Allohga bo'ysunmagan, Allah subhanahu va taoloni buyruqlarga parvo qilmagan odamlar beshiga shunda bir kun keladigan bo'lsa, musibat keladigan bo'lsa, qanday qiladi? Oxirimni izdab, qorimni tepib, qo'yni o'ltirib, Qur'ondan beni o'qitib, qo'yni o'ltirib, Allohga tilab, ey Alloh deydi ya. A ilahum ma'alloh, mana shunday duolarni ijobat qilgan, beshinglidagi musibat va xafalikni ko'tarib o'tadigan, silini bu zaminning xalifalari qilgan, Alloh bilan billa bo'ysunadigan, bosh egadigan, ulug'laydigan, itoat qiladigan bir iloh bormi? Bir saltanat bormi? Qudrat bormi? Qalilan ma tazakkaru. Ey insonlar, bak oz yasizlar, bak oz o'ylaysizlar. Bak oz o'ylaysizlar deydi Alloh subhanahu. Demak, Allah'ın nimetleri şunca köp ki sizler bu nimette oylanmıştı sizler. Aşınca ola nimetini verip tutsa yine sizler bu nimette naşükürlük kıslasılar deydi. Bir şair kem asabel muslimine min cefa, Müslümanlığa nurgun kıtım korgakçılık yetti. Kır yaş, oğul kız, çoğun küçük, hammasi bir bo'lib yomg'u tiliga chiqdi. Ilohdan bu xafalikni echib o'tishni talab qildi, ular maqsadiga yetdi va chiqish yo'liga erishdi. Bularning bu duosini tabiat ijobat qildimi, yo bir but ijobat qildimi, yo kashshaful mihan, mana mushaqqatlarni, mehnatlarni ko'tarib o'tadigan, duolarini anglaydigan bir Alloh taolo qildimi? Deb baqinglar. Kim qildi zalim? İnsanlar ana shundoqda, ey tabiat demdi, ey but demdi, ey paloncha fuqunichi demdi, yo pustonichi demdi, yoki ey Allohim, ey Robbim demdi insonlar. Demek Allah mana shundoq bir sifatlik. Sifatning egisi. Shundoq bir sifatning egisi birodarlar. Ammo kofirlarning maydoni iymonning dalillariga qarta kofirlarning maydoni nima? Kofirlar iymonning daliliga qarta bo'ysunish, bosh egish, qabul qilish maydonidami? Yoki inkor qilish, mutahamlik qilish, uningdan yuz o'rish, uni tenish, uningdan kechish maydonidami? Mana buni biz inshaalloh adi davomlashtiramiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga dalil bilan o'zini tunuydigan, dalil bilan haqni suyadigan, dalil bilan haqqa erishadiganlarni qilsin. Allah Teala hemmimizi doğru yola başlasın ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.